Biznesda erkak akalar pul topishni yo'lidagi eng oson yo'llardan biri gazoblok quyish liniyalarini sotib olib ishga tushirish. Yaxshi ketyapti bu biznes. 1,5 ming dollardan u yoqqa ketaveradi. Pulingizga yarasha qilib beradi. Bu qanchaligi nechta qo'yadigan? Xo'p, aka, bu polni full varianti 20 ta qolibi bilan kuniga 480 tagacha chiqaradigani 25 ming dollardan boshlanadi. Pulim ozroq deganlar uchun aka rushnoy varianti 1,5 ming dollardan boshlanadi mana shu komplektni. Ikkita qolipi, shablon reskasi, mishalka, suv bachogi. Shu turishi 1,5 mingdan boshlanadi. Keyin qo'shimchasiga 20 ta qolip qo'shilsa ham bo'ladi. Qo'shimchasiga 20 tagacha yana qo'shaveradi, xuddi shu komplektga. Penablok biznesi aka 900 dollardan 700 dollargacha komplekti bo'ladi. Mana shu turgan komplekt faqat qolibiga qarab o'zgaradi. Legoli deysizmi, usulli yevro komplekt, prostoy komplekt, ekonom variantdagi 700 dollargacha bo'lgan penablok apparatlarimiz shu yerda mujassam. Undan tashqari akalar 350 dollarga penalombaz apparatlari ham bu alohida tema qilganlar normalniy dohod qilyapti. Pastda nomer bor, aloqaga chiqasizlar. Poddeshkaga tirs. Sekin astalik bilan inshaalloh mukammallashib boraveramiz. Biz Alloh tanlaydigan joy.